Do'stlar, hozir Zikr 007 ga keldik. Bu Toshkentda Instagramlarda ko'rgan bo'lsangiz bo'ladi. Zikrning narxini qanaqa bilsa bo'ladi? WeChatdan Zikr appga kirsanglar bo'ladi. 00 masalan modeliga kirasizlar, bosasizlar va narxini bilsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu model sariq rangda emas, endi 210 mingdan 300 ming yuangacha boshlanadi. 2.9 sekundda chiqadi eng tezi. Bazovi esa 5.1 da 688 kilometr yurar ekan. Eng ko'p tez yuradigani 660. Eng uzoq yuradigani 870 kilometr ekan. Shunaqa qilib bemalol Zikrda narxini bilsa bo'ladi. Tashqarisidan ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu rangi lekin udar rang. Akalar qochib turinglar, ko'ryapsizlar, mana butlari ham karbon fiber qilingan. Zo'r ekan Zikr 007. Toshkentda adashmasam bitta ko'rgan edim men. Sariq rangini, imенно sariq rangi. Bu o'sha sariq rangini update qilingani, ya'ni yangilangan, bu yil chiqarilgan. Qachon sotuvga chiqarilishi, mana o'sha sotib olsa bo'ladi, lekin imенно mana bunaqa sariq poloskalar bilan yoki mana bunaqa mana bu yerda karbonga o'xshagan nimasi bor, shunaqa bilan sotib olishda iloji bormi yo'qmi bilmayman. Eshik knopkada ochiladi, ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerlari полный zamshovoy. Endi oqib o'tiribdi. Knopkada yopiladi. Keyin Zikrda mana bu modellarida, boshqa modellarda ham kartochka bor, NFC. NFC ni qo'yib, bemalol ochsa bo'ladi, Teslaga o'xshab. Orqa tomoni ham mana ko'ryapsizlar, knopkada ochiladi. Bemalol ochib yopsa bo'ladi. Bir xillat bilmaganlar agar kirra qilsa, odamlar hayron bo'ladi, ruchkasi qani deb. Aslida knopka. Bu yerda mana bagajnigi ko'rsanglar bo'ladi. Yukxonasi. Yukxonasi juda past ekan. Narsa qo'yishga sal qiyinroq. Lekin 300 ming yuanga menimcha zo'r. Bemalol yopib qo'ysanglar bo'ladi. Endi yopib qo'ydim. To'xtarmikan? Ha, to'xtadi. Hozir endi ichkarisidan ko'rishga harakat qilamiz, oka tursa. Haydaymiz okani. Mashinani pastligini ko'ryapsizlarmi? Juda past mashina. O'zbekiston yo'llariga bo'ladimi, yo'qmi? Ko'ramiz.